Endi qaranglar. Bizi ayrim insonlarga qarab, mana ijtimoiy tarmoqda hozir bizda kapitalizm asri, patriarxatni qoldiqlari bor. Buning ustiga narsistik zamonda yashayapmiz. Ko'plar bu terminlarni uchratgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa narsisizm tushunchasini. Narsisizm haqida eshitganlar, ko'rganlar, bilganlar, hech bo'lmasa bir marta eshitib qolganlar bormi? Bitta qo'limizni ko'tarib olaylik. Nima desam ekan? Bu haqida ham demak auditoriyaga tushunarli bo'lish uchun ochiqlashga harakat qilaman misollarim orqali. Endi qaranglar. Patriarxat qoldiqlari bizdan nimani kutyapti? Nimani kutyapti? Erkaklar kuchli bo'lishi kerak, ayollar ojiza bo'lishi kerak degan tushunchani. Ya'ni erkak ovchi deydi, ayol uyda buni deydi taqsimotini qilib o'tiradigan shaxs deydi. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni bu g'oyaga ko'ra. Ya'ni aynan shunday deydi deb turib nazariya bilan tortishmoqchi emasman. Shunchaki shu joyini bilsanglar yetarli. Ya'ni ayollar erkaklardan nima talab qilyapti endi? Bunda uyda o'tiryapti-da, bunda Instagramga qarayapti-da. Bitta erkak ayoliga bunda qarasa Malibu sovg'a qildi, Bunda qaraydi-da. Odamlar xotiniga Malibu sovg'a qilyapti. Siz menga bitta ko'ylak olib bermaysiz, deydi. Tushunarli bo'lyapti? Mana egosi shunaqa gapiradi. Bu nimani qoldig'i? Mana patriarxat yaxshi deydi. Patriarxatni aslida erkakka qanaqa zarari borligining nishonasi bu. Ya'ni shunaqangi g'oya singdirilgan, erkak kishi pul topishi kerak, ayolni ikir-chikir ehtiyojidan boshlab boladagi hamma ehtiyojlargacha, ro'zg'ordagi hamma ehtiyojlargacha kim qondirishi kerak? Erkak qondirishi kerak degan tushuncha shakllanib qolgan. Va mana shu tushunchadan kelib chiqib ayol endi nimani xohlayapti? Rahmat. Ya'ni qanaqa? Aytayaptiki, bo'ldi. Men ayollik funksiyalarimni bajaryapman. Ya'ni men kiyimingizni dazmollab qo'yapman, bolalaringizga qarayapman, uyda ovqat qilib turibman. Endi siz menga Malibu olib bering. Tushunarli bo'lyapti? Net. Anglata olyapmanmi? Qilyapsizlar. To'g'ri. Bu narsalarni qadrlash kerak, buni qadriga yetish kerak. Lekin o'ylab ko'rishmaydi. Xo'p, meni erimni masalan, shu meni ehtiyojim, farzandlarim, oilamdan ortib menga ko'ylakdir, hech bo'lmasa Sparkdir yoki iPhonedir, Malibudir olib berishga resursi, vaqti, imkoni bormi, yo'qmi? Qanchalik real meni talabim? Tushunarli bo'lyapti? Mana shu narsa qolib ketaveradi orqada. O'rtada erkak anaqaga tushgan, depressiyaga tushgan, ayol bu yoqda men demak yetarlicha sevilmayapman, nega palonchiga anaqa Malibu olib berildi, menga olib berilmadi, meni shuncha samatsankam pasmi deydi-da, borib samatsanka kurslarida o'qib keladi. Cho'ta o'xshamayapti. Samatsankani ko'tardi ham, o'xshamayapti. Anaqa Malibu tugul, Spark tugul, ko'ylak ham yo'q unga. Endi nima qiladi? To'xta deydi. Endi men ayollik jozibasini o'rganaman deydi-da, borib ayollik jozibasida o'qib keladi. Lekin bu yoqda yana nima bo'ladi? Holat o'zgarmaydi. Chunki insonni ehtiyoji bilan xohishlari o'rtasida qarama-qarshilik bor. Qarama-qarshilik plus boryapti nimaga? Reallikni tekshirmayapti. Men borib men o'qib kelganim bilan, o'rganib kelganim bilan o'zi bizani sharoitda, jamiyatimizning sharoitida o'rtacha oylik qancha? Tushunarli bo'lyapti? Agar turmush o'rtog'im halol yo'l bilan yoki bo'lsam o'rinli, to'g'ri yo'l bilan menga sovg'a berishini xohlaydigan bo'lsam, menga nimadir olib kelishini xohlaydigan bo'lsam, bu Malibu ekanligi yoki bu Spark ekanligi yoki bu iPhone ekanligi qanchalik real? Tushunarli bo'lyapti? Mana shu narsalar qolib ketyapti-da. Infantilniy fikrlab bo'ldi, talab qilyapti. O'rtada masalan ajrimlar ham ko'payib ketib qolishi mumkin. Mana shu joyda o'zida. Ya'ni men yetarlicha jozibali ayolman. Meni samatsankam juda ham baland, lekin meni samatsankam va meni jozibaligim tupurib qo'ygan reallikka. Tushunarli bo'lyapti? Mana shuning uchun men talab qilaveraman. Menga to'g'ri kelmadimi, bo'ldi, men yaxshisini topib olaman. Lekin nima esdan chiqyapti? Mana shu joyda nima esdan chiqyapti? Yana borib taqaladi,
reallikni ko'rmaslikka va infantilniy munosabatlarga. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni hachumchiga ishlab, men xohlaymanni ortidan oilaviy nizolar, oilaviy konfliktlar, turmush o'rtog'ini tushunmaslik, qo'llab-quvvatlamaslik va natijada ajrim bo'lishi mumkin. Va ajrimdan не только u, eri, farzandlari qanaqa ruhiy jarohatlanadi. Mana shu narsalar ham inobatga olinmayapti. Tushunarli bo'lyapti? Savol bersam maylimi? Shu anaqasidan kelib chiqib. Mana tushunish bor, boshqa bor, reallikka qarash bor. O'shani orqasida ayollarda o'sha chegaralangan qaramlik degan narsa shakllanib qolmaydimi? Gaplashamiz. Как раз mana bu narsaga holatga ham qaraymiz. Ya'ni shu savolingizga leksiya ichida atvet beriladi. Endi qaranglar. Jamiyat nima deyapti? Kuchli ego deyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarga qaranglar. Mana blogerlarni kuzatinglar yoki psixolog tushunchasi kelaydi shu sohaga gaplar. Psixolog bo'lish kerak, bo'lish uchun deydi. Mana shu joyda o'tirgan auditoriya nima deb o'ylayapti? Kamida iPhone'im bo'lish kerak qo'limda degan tushuncha bor, to'g'rimi? Mana shu narsa shakllanib qoldi. Ya'ni insonlar shunchalik og'ishiga kalla bilan tashadi ijtimoiy tarmoqlar tufayli. Psixolog imiji doim qanchadir summaga 200 ming plyusga makiyaji bo'lgan, sochi doim ukladkada bo'lgan, qo'lida iPhone bo'lgan, klassik stilda kiyingan, hech bo'lmaganda Spark bilan keladigan insonga aylandi. Endi qaranglar, talaba qo'lida bitta popkasi, atto kartasi bilan 5-kursni bitirgan qo'lida diplomli inson bundoq o'ziga qaraydi. Unda ijtimoiy tarmoqdagi psixologga qaraydida nima bo'ladi? Xavotirchan tipga o'zi aylanib qoladi. Qaram tipga o'zi aylanib qoladi. Infantilniy tipga o'zi aylanib qoladi. Tushunarli bo'lyapti? Chegaralangan tipga o'zi aylanib qoladi. Nega? Psixologik maktablarni o'zi zo'r bilmaganligi uchun, shaxsiy terapevti bo'lmaganligi uchun va o'zini holatiga sog'lom rakursdan qaramayotganligi uchun. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni biza mana siz bilan men nimani o'zgartirishimiz kerak? Psixolog ham odam. Tushunarli bo'lyapti? Unga qo'yilayotgan talablarni ijtimoiy tarmoq, ya'ni o'sha patriarxatning qoldiqlari, tushunarli bo'lyapti? Narsistik talablar, kapitalizm shu holatga olib kelib qo'ydi, lekin psixolog bu faqatgina miyasini sog'lom rivojlantirgan mutaxassis, ya'ni unda boshqa talablar yo'q. Ya'ni shu darajagacha keldiki, psixolog obrazi bu ana endi ayollarga yana ham yoqish uchun yoki erkaklar kimga boryapsan deganda, ha ungami boraver deyish uchun hattoki o'ranish ham urfga aylanib ketib qoldi. His qildinglarmi shu narsani? Ya'ni men hech kimni e'tiqodiga burnimni tiqmoqchi emasman, lekin shu darajagacha yetib boryapti. Nimaga? Chunki psixologning shaxsiy terapevti yo'q. Kim ijtimoiy tarmoqda ko'rgan psixologini rostdan ham uni o'zi ruhiy sog'lom deya oladi? Bormi shunaqa insonlar? Nimaga unaqa deya olmaysizlar? Aksariyat o'zida oilasi buzilgan, ajrashgan, ko'p psixologlar o'zida chiqadi-da, masalan, keyin ko'pincha aytishadi-ku, psixolog bo'lish uchun birovga aql o'rgatish, birovga maslahat berish oson, lekin o'zini hayotida tatbiq qila olmaydigan psixologlar. Kelinglar umumiylashtiramiz, mana. Nimaga unaqa deya olmaymiz? Birinchi o'rinda sotyapti nima? Necha yuz mingdir makiyaj qildirdi. Nega? Chunki odamlar nima deydi degan fikriga qaram, o'zi qaram. Mana ko'rinib turibdi. Uni bloger psixolog o'shani ajratib bo'lmay ham qoldi. Ya'ni mana shu fikrga qaramligi tufayli shu holatda turibdi. Sizlar ham psixolog bo'lishni xohlaysizlarda surishtirib ko'rasizlar. Studiyani 1 soat yozish shu narsani qancha bo'ldi. Tiq-tiq yana aplata. Deysizlar, men cho'ta psixolog bo'la olmayman-ku degan fikr keladi. Menimcha bo'la olmayman. Mana qo'rqib ketasizlar hattoki. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni o'zingizlar psixolog bo'lib turib, insonlarga sog'lomlikni tushuntiradigan mutaxassis bo'lib turib, o'zingizlar tushib qolasizlar. O'sha mijozinglarning holatiga, masalan, xavotirchan tip shakllanib qolishi mumkin yoki qaram tip. Endi qaranglar, biz qarayotgandik, nimaga u psixologlarga ishonmayapmiz deb. Chunki birinchi o'rinda qaram tipni ko'rdik. Ong osti darajada biz buni anglamaymiz, lekin bilib turibmiz. Odamlar nima deydi, fikri ularda juda ham yaqqol sezilganligi uchun tushunarli bo'lyapti.
qimmat makiyaj, qimmat salon, qimmat kostyum shim yoki bo'lmasam qimmat studiyada turib olinadi tasvirlar. Tushunarli bo'lyapti? Biz bundan nimani ko'ryapmiz? Demak, ushbu mutaxassis nima? Odamlarni fikriga qaramagan. Tushunarli bo'lyapti? Bizda nima bunaqa tushuncha borda, shunaqangi professor domlalar leksiya o'tadi Zoomda, qaranglar. Biz dajichi faqat peshonasini ko'rib o'tiramizda. Bunda anaqasiga, nima edi, listiga qaraydi-da, bo'ldi, leksiyani tushuntirib ketaveradi. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni ular hech o'ylamaydi, men kamerada qanaqa ko'rinyapman deb. Tushunarli bo'lyapti? Hattoki charchoqdan uxlab qolishi mumkin. Tushunarli bo'lyapti? Mana leksiya o'tib turibdi, uxlab qolishi mumkin. Yoki ko'zi charchagan holatda kelishi mumkin, yoki nimadir o'xshamayotgan bo'lishi mumkin. U nimani inobatga oladi? Sog'lomlik doirasidan kelib chiqib, psixolog mutaxassisligidan tashqari men kimman deydi ego. Men odamman. Meni ham oilam, bola chaqam bor. Meni ham ota-ona katta qilgan degan tushuncha bor. Ya'ni psixolog bo'lishdan tashqari u ham hayotda yashaydi-da. Biz ijtimoiy tarmoqqa qarab nimani ko'ramiz? Ular xuddi anaqada yashaydiganda. Muzxonani ichida bo'ldi, mana shunaqa go'zallik bilan chotki qotirib qo'yilgan, hayotini qolgan sohalari ham xuddi shunaqa davom etadi deb o'ylaymiz. Tushunarli bo'lyapti? Shundan bizda hosil bo'lib qoladi nima? Narsistik travma. Narsistik travma deganda qanaqa? Men bu jamiyatga o'zimni ideal menimni taqdim qilishim kerak. Kimga o'xshab? O'zbekistondagi psixologlarga o'xshab. Chunki u ideal meni bilan chiqyapti-yu, lekin meni real menim qanaqa degan savol qolib ketadi. Ideal va real men tushunchasini ham o'rganadi ego psixologiya. Tushunarli bo'lyapti? O'zimni eng ideal versiyamga kelib olsam, o'shandagina men psixologlik qilaman deysizlar. Va 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, 3 yil o'tadi, mana 5 yil o'tadi. Nima bo'ladi? Kasbiy выгорание, kasbdan kuyish bo'ladi. Nega bakalavr shuncha o'qidim, shuncha kontraktni nega to'ladim? Ya'ni insonni ichida narsistik travma bo'ladigan bo'lsa, ideal menim qachon shakllansagina men bo'ldi, ijtimoiy tarmoqqa chiqaman degan tushuncha bo'lib qoladigan bo'lsa, endi u chiqa olmaydi. Ya'ni nimani ko'ryapsizlar yana? Xavotirchan tipda. Ya'ni endi u xavotirda hech ahamiyat berasizlarmi? Shundoq bangillab chiqishadi. Katta-katta kurslar, reklamalar e'londa nechidir oydir yo'q. Tushunarli bo'lyapti? Yo'q. Nega? Chunki o'zini hayotiga bundoq qarasa, hayot anaqa nima desam, xolodilnikdan iborat emas, muammolar bor. Turmush o'rtoq bilan muammo, farzandlar bilan muammo, kasbdagi muammolar. Simbolik terapevt qanchalik bor deb ayta olamiz. Balki bo'lganda unaqa chiqmasdi. Tushunarli bo'lyapti? Nima bo'ladi? Shu muammolarga sho'ng'ib ketadi real hayotidagi. Yana o'zini tiklab, yana hamma narsa yaxshilanib, ideal menga yaqinlashganda yana yangitdan syomkalar qilinadi, yana kurslarga e'lon beriladi. Tushunarli bo'lyapti? O'zini anaqa qilmagan, problemalarni hal qilmagan psixolog qanaqa psixolog bo'ladi? Bunga javob beraman oxirida. Bunga javob beraman. Mana shunaqa holat bo'ladi. Endi qaranglar, biz nimani ko'ryapmiz? Ham qaram tipni ko'ryapmiz. O'zida ham xavotirchan tipni. Odamlar nima deydi? Tushunarli bo'lyapti? Ham yana qaysi tip ketyapti? Maslahat beriladi. Bitta narsani esingizdan chiqmaydi. Mana shu joyda shunaqa bo'lishi kerak. Ayollik jozibasini 3 ta siri deydi-da, tang gapiradi. Uni anaqa Instagram algoritmi anaqa rekomendatsiyaga berib yuboradi, prosmotr milliondan oshib ketadi. Insonlarda nima kuchli, infantilniy insonlarga zo'r tushadi u maslahat. Nimaga? Chunki infantilniy insonda o'zi qaror qilish ko'nikmasi shakllanmagani uchun kimdir hayotida qaror qilib olsa, o'sha qaror bilan yashashni xohlaydi. Ana kakras shunaqa psixolog maslahat berib boshqaradigan. Ya'ni mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin-da, erim xiyonat qildi deb borsa, bo'lishi mumkin. Demak, seni o'zingda muammo deydi. Sen o'zingga yaxshi qaramagansan, samatsenka imbaland emas, yana bir nimalar bilmayman, ya'ni mana shunaqa nazariya oldinga suriladi, senda muammo deydi. Lekin o'ylab ko'rmaydi. Ya'ni xiyonatni qilayotgan insonni qanaqa travmalari bor? Nega xiyonatga ehtiyoji bor? Bu yoqda ayol sarson bo'ldi, o'qimagan kursi qolmadi, ayollik jozibasini oshirish bo'yicha, samatsenka bo'yicha, o'zini tashqi ko'rinishiga kosmetologga ham bordi.
erini ehtiyojini izlab labini shishirdi, qaytardi, ko'zini unaqa qildi, kiprik qo'ydi, kiprik oldi, sochi sariqqa bo'yadi, bordoga bo'yadi, qoraga qaytarib keldi. Kimga taqlid qilib? Ideal psixologiga taqlid qilib. Ha, ko'ryapsizlar, mana shunaqa sochlar bilan mana shunaqa bo'ldi. Shu holatda yuribdi u. Chunki xiyonat sababi men deb o'ylayapti-da. Mendan qoniqmayapti deb o'ylayapti-da. Sog'lom psixolog nima deydi? To'xta deydi. Ya'ni xiyonatda faqatgina seni jozibali bo'lish bo'lmasliging, ering sevmayaptimi? Sizni bittada sevdirib qo'yaman, meni kursimga yoziling demaydi. Nimaga? Chunki biladi, buni o'zini muammolari bor. Buni o'zini muammolari bor va shu muammo tufayli xiyonatga ehtiyoj bor. Tushunarli bo'lyapti? Balki ayol bilan bog'liq muammo emas, bolalikdagi muammo, rol поведения otada ko'rgan bo'lishi mumkin, amakida, tog'ada, unda bunda, balki uni statusdagi odamni nechtadir xotini bo'lishi kerakdir. Uni idealdagi odamni. Tushunarli bo'lyapti? Mana shu tushunchalar tufayli u shu xiyonatga yurayotgandir. Bilmaydi bu narsani. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaganda sog'lom psixolog ishlaydi o'sha bilan. Ya'ni uni ehtiyoji nima? Buni ehtiyoji nima? Ya'ni psixologiya ko'rib chiqadi, psixolog ko'rib chiqadi. Nima uchun shunaqa bo'ldi deb. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni maslahat berib yorib, hal qilmaydi. Va maslahat berganidan bilsak bo'ladi, qanaqa tipda? Infantil tipdagi psixolog. Tushunarli bo'lyapti? Endi bizda qoldi 4-si qanaqa? 4-chi chegaralangan. Chegaralangan. Ya'ni qanaqa? Faqatgina chegarada faoliyat yurita oladi. Qanaqa? Ularning kurslari ahamiyat bersanglar, puli bor insonlar uchun. Tushunarli bo'lyapti? Pulingiz yo'q bo'lsa nima deydi? Demak, siz hali bunga tayyor emassiz. Tushunarli bo'lyapti? Qachondir tayyor bo'lganingizda kelasiz. Ya'ni bu tayyor bo'lish, uni pul topib kelishi. Tushunarli bo'lyapti? Siz hali bunga tayyor emassiz. Tayyor bo'lganingizda pul o'zi keladi. Ha, qayerdan keladi? Mana infantillik tushuncha bo'lmasa, u insonda sizga qarab, siz tayyor bo'lganingizda pul keladi demaydi. Qayerdan keladi? Nimani hisobiga keladi? Tushunarli bo'lyapti? Osmondan tushadimi? Yoki shunaqa praktikalar bormi? 40 marta moy chechagida pul tushirish iloji bormi? Endi anaqa qilmaymiz. Shaxsga o'tmaymiz. Xatti-harakatlarga ko'ra biz o'zimiz analizlab olaveramiz. Kim rostmana psixolog, kim o'zini travmasini psixologiya deb o'ylaydigan psixolog. Tushunarli bo'lyapti? Mana ahamiyat bersanglar, sizlar o'zingizlar zo'r sog'lom psixolog bo'lsanglar, shunaqangi ishonch kelishi mumkin. Bularni olib kelsam, men o'zim davolayman degan tushuncha tushuntira oldimmi? Ya'ni o'zini holatini, o'zini xavotirchan tipligini, o'zini chegaradagi tipligini, o'zini qaram tipligini, o'zini infantil tipligini, o'zini xayolidagi, egosida kelgan eng zo'r variant bor-ku, unda o'xshab qolgan. Va karyerasini zo'r qila olgan. Faqatgina karyerani esingizdan chiqarmaydi. Demak, o'ylaydi, meni hammaga maslahat berishga haqqim bor va men zo'r mutaxassisman. Bo'ldi, men psixologman deb o'ylaydi. Tushunarli bo'lyapti? Lekin ahamiyat beringlar, rostdan ham har bir atvet insondagi psixik jarayon, hodisa yoki holatga qaratilganmi, yo'qmi? Tushuntirib bera olyapman. Maslahatga tayanib qolmaganman. Mana shundan ajratib olasizlar. Va bizning psixologlarimiz ham insonda narsissizmni kuchaytirib yuborayotgani uchun, insonda kapitalizmga mos bo'lgan shaxsni rivojlantirayotgani uchun topda. Tushuntirib bera oldimmi? Topda. Sog'lom psixolog qanaqa qaraydi? Men psixolog bo'lishdan tashqari odamman, shaxsman. Va men qaysidir sohada hali endi yo'lda bo'lishim mumkin. Men vaqtimni, kuchimni, resursimni, pulimni ilm olishga sarfladim. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni 4 yil kontrakt to'ladim. Undan keyin amaliyotchi kurslarga bordim. Magistraturaga harakat qildim. Mana shunaqa jarayonga sarfladim pulimni va meni pulim nimagadir tashqi ko'rinishimga hozircha yetmayapti. Tushunarli bo'lyapti? Yetmayapti. Tashqi ko'rinishimga vaqt sarflashga yoki studiya gaplashishga yoki kamera gaplashishga, yoki bo'lmasam o'zimni go'yoki xayolimdagi idealdek ko'rsatishga degan qaror bilan bundoq qaraydi. To'xta, men patologiyaga kirib ketyapman deydi. Tushunarli bo'lyapti?
Ya'ni u inobatga oladi. Men vaqt kuch sarfladim bilim olishga. Ana endi men bilimimni natijasida insonlar bilan ishlab, konsultatsiya o'tkazib, terapiya o'tkazib, treninglar, kurslar o'tkazib, men bilimimni moddiyatga aylantirib, asta-asta yo'lga qo'yaman. Nimani? O'sha kiyinishga bo'lgan ehtiyojni yoki bo'lmasam tashqi ko'rinishga bo'lgan ehtiyojni, asta-asta yo'lga qarataman. Mana bitta mamnaqa qilib bo'lmaydi agar ahamiyat bersanglar. Mana nazaringlar menga qarasanglar, sizlar faqat meni eshitasizlar. Lekin parallel ikkita odamni kimdir eshita oladimi? Hozir mana boshqa leksiyani, boshqa nazariyadagi leksiyani anaqada qulog'ingizda naushnikda eshitib, yana meni tinglay olasizlarmi? Yo'q, ajoyib mamnaqa bo'lib ketadi. Bittamizni ham tinglay olmasliginglar mumkin. Ya'ni sizlarning fokusinglar, nazaringlar faqat bilim olishga qaratilgan edi. Shu reallikka qaranglar-da, bemalol bor-boringlarcha. Shuni kamerani olib, qo'lingizdan kelgan resurs bilan bor-boringlar bilan chiqinglar. Jamiyatda bunga ehtiyoj katta. Mana sizlarga o'xshagan insonlar tiqilib yotibdi. Sog'lom psixologga bo'lgan jamiyatda ehtiyoj juda ham katta. Tushunarli bo'lyapti? Psixologlar ko'p, men ulardan o'ta olmayman, yo ularday bo'la olmayman, yoki raqobatlasha olmayman. Birinchi videomni olib joylash uchun ham shuncha narsa kerak emas-da. Sog'lom psixolog bor-boricha o'zini qabul qilgan va o'zidagi bilimni olib chiqayotgan shaxs degan tushuncha miyangizda yondimi, bo'ldi, sizlar faoliyatda ichidasizlar, sizlar faoliyatdasizlar. Tushunarli bera oldimmi? Sizlarni orqangizdan bundoq bitta tepib sahnaga chiqarib yuboradigan narsa bu bilim, boshqa hech narsa emas. Tushuntira oldimmi? Bilimga ishongan inson qarab o'tirmaydi. Men qanaqa ko'rinyapman, sochimni qildirmadim, atforim qanaqa demaydi. Chunki u bilimi bilan auditoriyani qaratib olishiga nima qiladi? Ishonadi. Tushunarli bo'lyapti? Bilimi bo'lmasa, boshqa narsa bilan ushlab turish kerak. Unda pullik ko'pligi, ehtiyojlaringiz bilan o'ylaydi-da, men mana shunaqa muvaffaqiyatli bo'ldim, men shuncha sayohatga chiqdim, shuncha yil ichida men shuncha narsa oldim, deydi-da, insonni eng katta pulga bo'lgan ehtiyoji bilan o'ziga qaratadi. Bilimga emas, tushunarli bo'lyapti? Yoki tashqi ko'rinishga bo'lgan ehtiyoji bilan o'ziga qaratadi. Bilimga emas, tushunarli bo'lyapti? Ya'ni ehtiyojinglarni kacheylar bo'lib ketadi. Kacheylarda o'ynaysizlar. O'zingizlar sog'lom bo'ladigan bo'lsanglar, bo'ldi. Bilimim yetarlimi? Ha. Ochinglar mana bu eshikni deb bitta tepib kirib, любой joyda, любой odamga psixologiya nima ekanligini mamnun qilib tushuntirib qo'ya olasizlar. Tushunarli bo'lyapti? Bu uchun faqat o'qish, izlanish, bo'ldi. Terapiya qilib, o'zingizlarni muammoinglar bilan ishlash, o'zingizlarga boshqa rakursdan qara olish, terapevt topib. Tushunarli bo'lyapti? Xo'p, endi qaranglar. Biz nima deb o'ylardik? Mana shuncha gaplashdik kuchli ego haqida. Kuchli ego tushunchasi bizda shakllanib qolgandi. Sovuqqon, o'zini maqsadi yo'lida harakatlanadigan inson bo'lib. Mana hozir yuqorida shuncha gaplashdik-ku, shunaqa bo'lib. Нет, kuchli ego bu shunchaki, ana endi mana sizlarda kuchli egoni shakllantirish uchun harakat bo'lyapti-ku. Mana qanaqa harakat? Shunchaki vaziyatga moslasha oladigan. Ya'ni qo'limda diplom bor, men pul topishim kerak. Men shu holatdaman, mutaxassisman, vaziyatga endi moslashishim kerak. Ya'ni vaziyatga moslasha olmay o'zimga shuncha talab qo'yib olib o'tirishim kerak emas. Bo'ldi, ilmimga ishonib yo'lga chiqishim kerak. Mana bu kuchli ego. Mana sizlarda bugungi trening davomida shakllanishi kerak bo'lgan ego. Xafa bo'lsa ham hal qiladigan. Ya'ni infantilni tipga tushib olib bo'ldi. Komment keldi. Masalan, jamiyatdan komment keldi. Voy, siz g'alati ekansiz. Nimaga mamnaqa turishda gapiryapsiz? Balonchi psixolog bunaqa demagan deyishi bilan videoni o'chirib tashlamaydigan. Tushunarli bo'lyapti? Bo'ldi, o'zini qo'ya oladigan, xafa bo'lmaydigan insonlardan, insonlarning fikriga bog'liq bo'lmaydigan. Va jahli chiqsa ham kutadigan. Ya'ni to'g'ri, jahlilar chiqadi, g'azabiylar keladi, kimdir qayringlarnidir tanqid qiladi, kimdir yana nimadir deydi. Hamma har xil gapiradi. Lekin kutasizlar nimani? Vaqt o'tib, sizlar o'zingizlarni mana ko'rsata oldinglar, namoyon qila oldinglar, sog'lomlikka olib kela oldinglar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta insonlar bilan munosabat qila oldinglar. Bo'ldi, mana shu vaziyatgacha kutasizlar. Jahlinglarni boshqa psixologga qaratib olib sochadigan emas. Tushunarli bo'lyapti? Sog'lom yo'ldasizlar, mana shunaqa deb gapirib keta oladigan. Sezgir, lekin chidamliman. Ya'ni kimdir sizni qabul qilmayotganiga sezgirsiz, lekin bunga chiday olasiz. Nima bo'pti?
ya'ni vaqtincha shunaqa yoki hozircha shunaqa yoki umuman shunaqa. Ya'ni qachondir vaqti kelganda sog'lomlikka harakatdagi odamman deya olasiz. Mana siz savolingizga javob berib ketaman. Ya'ni aytingiz-ku, savolingizni takrorlay olasizmi? Psixolog. Ha, psixolog emas, mana qaranglar. O'zini problemasini hal qilmagan psixolog emas. Mana shu narsaga ham tushib ketib qolmanglar. Nimaga? Mana muammoli inson bo'lsa, masalan, bizda bo'lishi mumkin. Farzandi yo'q bo'lsa-yu, psixologiyani bitirgan bo'lsa, bola bilan munosabatlardan trening o'ta olmasligi mumkin, ishlay olmasligi mumkin. Tushunarli bo'lyapti? Niyat, unaqa emas. Psixologiya bu fan. Tushuntirib bera olaman. Ya'ni sizlarni tishinglarni kimdir to'g'ri plombalay olish uchun yoki to'g'ri tekislay olish uchun allaqachon uni tishi anaqa nima desam ekan, karies bo'lib, plomba qo'yilgan bo'lishi shart emas-ku. Stomatologga borib, qaysi biringlar o'zingizni oching, siz o'zingiz shu xastalikni ko'rganmisiz degan qiliq qilganmisizlar? Yo'q. Yoki kimdir bironta vrachga o'zingizlarni operatsiyalarni ishonib topshirasini, ko'z bilan bog'liq deylik mana. Yoki burun bilan bog'liq deylik, ha? Siz o'zingizni ko'zingiz operatsiyadan o'tganmi degan savollar bermaysizlar, to'g'rimi? Ya'ni uni nazariyasiga ishonasizlar, uni amaliyotiga ishonasizlar va qaraysizlar. To'g'ri, aynan bir xil misol topib bermayotgan bo'lishim mumkin. Psixolog shaxs, unga ham jamiyatning ta'siri bor. Tushunarli bo'lyapti? Uni ham bolaligi bor. Hozir quyida gaplashamiz. Ya'ni uni ham ota-onasi nosog'lom munosabat natijasida travmalar ko'p yetkazgan bo'lishi mumkin. Tushunarli bo'lyapti? U sizdagi jarayonlarni hal qila olishi mumkin. O'zinikini hal qilishga, mana oyog'i oqsoqda sizga yugurishni o'rgatayotgan trener masalan. U yugurish texnikalarini, zo'r texnikalarini, qanaqa nafas olasiz, tovon bilan tashaysizmi, barmoq bilan tashaysizmi? Ha? Mana shu narsalarning hammasini biladi, sizni jahon chempionatiga tayyorlay oladi. Lekin uni ota-onasi tomonidan bitta janjalda oyog'i o'zi dars ketgan bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Siz lekin unga qarab, "Sen o'zing to'g'ri yurishni bilmaysan, meni jahon chempionatiga tayyorlama" deya olmaysizlar. Tushunarli bo'lyapti? Chunki u nazariyani biladi va amaliyotdagi yo'ldagi inson. Mana shunaqa. Ya'ni bu fikrga ham kalla qo'yib kirib ketib qolmaydi. Tushunarli bo'lyapti? U nazariyani o'zlashtirgan va unga psixolog degan diplomni o'sha o'zlashtirgan tushunchalari bergan. Qaysi biringlar mana endi hali diplom olmagansizlar, diplom olishdan oldin er bilan ajrashmagan bo'lish kerak, farzandli bo'lish kerak, ota-onasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lish kerak degan talabni to'ldirgan bironta psixologni uchratdinglarmi? Tushuntira oldimmi? Xalqaro standartda yo'qmi? Demak, bu tushunchani ichiga kirib ketish nima ekan? Noo'rin. Tushunarli bo'ldi? Kuchli ego shunaqa deydi: "Da, men his qilaman, lekin meni hislarim meni boshqarmaydi." Tushunarli bo'ldi? Zaif ego qanaqa bo'ladi? Zaif ego tez sinadiganmen. Mana harakat qilyapsizlar, lekin o'xshamayapti. Oson ranjib qolishinglar mumkin yoki har bir so'zni shaxsiyatingizga nisbatan yo'naldi deb qabul qilishinglar mumkin. Kimdir sizni qaysidir holatingizni yoki munosabatingizni yoki xatti-harakatingizni tanqid qildi, lekin siz nima deb o'ylaysiz? Meni shaxsiyatimni tanqid qildi deb o'ylaysiz. Ya'ni psixologiyada shunaqangi tushuncha bor. Insonlarni 3 ta toifaga bo'lib oladi. Nevrotik, pogrannik va psixotik deydi. Agar sizda pogranichniy tip shakllanib qoladigan bo'lsa, bu chegaradan tashqarida fikrlay olmaydigan struktura, ya'ni bu miyaning strukturasi. Siz nima deysiz? Insonlarga qarab faqatgina ikkita rangni ko'rasiz. Oq va qora insonlar. Kimdir sizni tanqid qildimi, nima deb o'ylaysiz? Demak, men bu insonning nazarida men yomon shaxsman deysiz. Shaxsiyatga qabul qilasiz va sinib qolishingiz mumkin. Kimdir sizni maqtadimi, bo'ldi, buni nazarida men yaxshi shaxsman deb turib, dalshi davom etishingiz mumkin. Lekin inson bitta xulq-atvori bilan, bitta harakati bilan, bitta munosabati bilan baholanmaydi. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni inson har kuni munosabatda, har xil insonlar bilan munosabatda va aynan bitta sohada har xil harakat qilishi mumkin. Misol uchun, jahlingiz chiqib turgan paytda ovqat qildingiz, qilgingiz kelmayotgandi. O'sha payti deylik, qaynsinglingiz keldida mehmonga, "Biram qo'lingiz bemaza ekan" dedi. Tushuntira oldimmi?
agar sizda pogrannik, ya'ni chegaralangan tip shakllanib qoladigan bo'lsa, siz nima deysiz? Bo'ldi, meni yomon ko'radi, men ovqat qilishni bilmayman deb tushkunlikka ham tushib qolishingiz mumkin. U insonga nisbatan agressiyangizni chiqarishingiz ham mumkin, nimadirlar. Lekin u bir marta edi. O'shanaqa paytga to'g'ri kelgan edi. Mana shunaqa. Endi qarang. Yoki mana bunaqa bo'lishi mumkin. Siz boshqa paytda zo'r qildingiz, o'zi unchalik ovqatga yo'qroq odamsiz. Bir marta qanaqadir emotsiyada qildingizmi, nimadir bu zo'r bo'ldi. O'sha paytda qayinsingiz keldida, sizga aytishi mumkin. "Voy, kena, vashi zo'r ovqat qilasiz" dedi. Siz "Bo'ldi, men o'zimni oqman" deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u o'sha paytgagina tegishli edi. O'sha holatgagina tegishli edi. Tushunarli bo'lyapti? Ya'ni inson tushunishi kerak. Har doim bizga ta'sir qiladigan yuqorida gaplashdik, stress bor, tashqi omil bor va biz omildan kelib chiqib nimadir xulq-atvorni amalga oshiramiz va bu xulq-atvorimiz natijasini kimdir tanqid qilsa yoki kimdir maqtasa, bu bizni to'laligicha ichki menimizni anglatmaydi. Tushunarli bo'lyapti?